Rais, men yetib keldim. Xo'p, mayli. Hozir kirib pulni olaman. Mayli, xo'p, tushundim. Bu yana nimasi? Bu yoqqa keling. Shuncha mashina kaliti. Hatto ombor qo'riqchisida ham buncha kalit yo'q. Land Rover, Rolls-Royce, Maserati, Mercedes, hammasi qimmat mashinalarni kalitilar. Bu mumkin emas. Birorta oddiy mashina yo'q. Furgon haydaydigan ishsiz odamda qanaqasiga buncha mashina kaliti bo'lishi mumkin? Shan xonim, buni bilarmidingiz? Eringiz Jayan Cheng qimmat mashinalarni omborda saqlaydimi? Ishonish qiyin. Ishonish juda ham qiyin. Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Bu kalitlarning hammasi shunchaki modellar. Modellar? Ha. Erim Jan Cheng mashina kalitlarini yig'ishga qiziqadi. Har kuni sotib oladi. Shunchalik ko'payib ketdiki, qutilarimizga sig'mayapti. Bu modellar haqiqiyga o'xshaydi. Ha, haqsiz. Haqiqiyga o'xshaydi. Ularni internetdan 8 yuanga sotib olish mumkin. Kambag'al bo'lish uyat emas, lekin kambag'al bo'lib boylikka intilish bu qiyin. Mashina kalitlari modellarini yig'ish, uni qiziqishlari juda ham g'alati. Shan xonim, tanlashda xato qilish bu butun umrga qimmatga tushishi mumkin bo'lgan xato. Masalan, meni erim yosh va muvaffaqiyatli. Menga erimning furgon haydab bozorga olib borishi yoqadi. Nega endi yo'q? Afsus, haqiqiy mashina sotib ololmaysizlar. Siz kalit modellari bilan qanoatlanishingiz kerak. Lekin bizni uyda esa ikkita Mercedes mashinasi bor. Siz Nega eshik qulflanmagan? Nana, sen bu yerda nima qilyapsan? Hayotim,